Assalomu alaykum mening aziz hurmatli o'quvchilarim. Bugun 13-dars his-hayajon gaplar. Bilamiz, gaplar 3 xil bo'ladi. Darak gap, so'roq gap, his-hayajon gaplar. Bugungi o'tadigan mavzumiz his-hayajon gaplar. Mana bu joyda 80-mashq turibdi. Rasmlarga qarang. Ular asosida darak, so'roq, buyruq va his-hayajon gaplariga misollar keltiring. Uni mana bunday tuzdim. Lola yo'ldan o'tyapti. Birinchi gap, darak gap. Bolalar ashula aytyaptimi? Bu so'roq gap. So'rash mazmunini bildirib turibdi. Rustam, sen kasal bo'lmagin, yaxshi bo'lib ketgin. Bu undov gap. Albatta uni oxiriga undov belgisi qo'yamiz. Rustam, sen kasal bo'lmagin, yaxshi bo'lib ketgin. Bu buyruq gap, buyruq beryapti. Keyingi gap, Bahodir rasm chiz. Bu yerda undov gap. Bahodirga rasm chiz deb his-hayajon bilan aytilyapti. Qoidani yod oling. Kuchli his-hayajon, quvonch, ajablanish bilan aytilgan gaplar his-hayajon gap deyiladi. His-hayajon gapning oxiriga undov belgisi qo'yiladi. Bu qoidani yod oling. 81-mashq. O'qing. Nima uchun gap oxiriga undov belgisi qo'yilganini izohlang. Odam degani saxovatli bo'lish kerak, bolam. Bu joyda his-hayajon bilan aytilyapti. O'shaning uchun buni oxiriga undov belgisi qo'yildi. Odam degani saxovatli bo'lish kerak, bolam. His-hayajon gaplarga yana bir nechta misollar keltirishimiz mumkin. Yashasin bizning diyor, oxiriga undov belgisi qo'yiladi. Mustaqillik bayrami yashasin, undov belgisi qo'yiladi. Va hokazo gaplarni topib, misollar keltirishingiz mumkin. 83-mashq. Matnni o'qing. Matnda qanday gaplar berilganini aniqlang. Bahorda daraxtlar qiyg'os gullaydi. Gulkosalar ichiga boshini suqib turgan asalarini ko'rganmisiz? Asalari gul shirasi bilan oziqlanib, undan asal tayyorlaydi. Oh, asal juda mazali. Yana uning ko'p dardlarga davoligini aytmaysizmi? Bu joyda birinchi gapimiz darak gap, ikkinchi gapimiz esa so'roq gap. Uchinchisi gap esa bu buyruq gap. To'rtinchi gapimiz esa bu esa ham so'roq, ham undov gapga to'g'ri keladi. Uyga vazifa. 84-mashq. Topshiriqlarni bajaring. His-hayajon gaplarga misollar keltiring. Ari va asal rasmlarini chizing. Ularning foydali va zararli jihatlari haqida o'z fikringizni yozing. Uy ishi. Birinchi, yashasin, gullasin O'zbekistonimiz. His-hayajon gap. Rustam, sen yaxshi o'qigin. Bu ham his-hayajon bilan aytiladigan undov gapimiz. Ikkinchi savolimizga javob. Ari. Ari kichkina hasharot. Asalari asal yig'adi. Asal insonlar uchun juda foydali. Siz o'zingiz ham bu to'g'risida ota-onangiz bilan davom ettirib yozsangiz bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, mana bugun his-hayajon gaplar haqida ma'lumot oldingiz. Keyingi darslarga uchrashguncha xayr.